Siz hali hech qayerda ko'rmagan cho'qi rulet retseptimni bugun sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Shunaqangi oson va tez tayyorlanadi. O'zingizlar qilganinglarni bilmay qolasizlar. Demak, tuxum oqini yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ag'darganingizda shunaqa qattiqqina bo'lib turishi kerak. To'liq ma'lumot har doimgidek opsioniyada bo'ladi. Shakarlarimizni qo'shib, yana ko'pirtirishda davom etamiz. Ilgarilari o'zi elangan un deb menam elidan o'tkazmasdim unni, lekin bilsam biskvitim shu sababli ko'tarilmas ekan. Albatta, shu o'zim qilgan xatoni yana qaytarmaslik uchun har doim hamma narsani elidan o'tkazaman. Kakao razihasini ham elidan o'tkazib solamiz va eng oxirida tuxum sarig'ini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qizigan duxovkamizga listimizga pergament qog'oz solib pishirib olamiz. Issiq paytida men o'zini qog'ozida o'rab olaman, hech qanaqa sochuvli ishlatmayman. Videomizni eng kulminatsion nuqtasi cho'qi kremni albatta birgalikda tayyorlaymiz. Buning uchun sariyog' va qo'yirtirilgan sut, ozgina kakaoni solib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Qarabsizlarki, bizda eng oson usulda cho'qi krem retsepti tayyor bo'ladi. Avval kofe bilan probitka qilib, ustiga kremimizni surib olamiz. Endi ruletimizni o'rab olamiz va qolgan kremini ham ustiga surib, yaxshilab qotish uchun xolodilnikka 2-3 soatga qo'yib qo'yamiz. Cho'qi ruletimizni ustini bezatish bu albatta o'zingizning fantaziyangizga bog'liq. Juda ham kam vaqtingizni sarflab, shunaqa mazali bo'lgan cho'qi ruletimizni bemalol tayyorlab ko'rmoqchi bo'lganlar, videoni saqlanib qolinglar, xo'p?